Yeb qo'yapti. Yana yeb qo'yganlardan bittasini sizlarga ko'rsataman. Mana Zikrni o'sha indeks tomonidan olishgan ekan. Mashina uxlab yotibdi. Hech qanaqa servis garantiya yo'q. Xullas, taxta g'ish bo'yatibdi. Xullas, mashina uxlab qolgan. Hozirda Triada avtospaga mashina olib kelishgan. Bu yerda hozir полностью proshib qilib olibdi. Uxlagan mashinani uyg'otishni olib, mana ikkinchisi yana. Mana bu bitta. Mashina kelgan, uxlagan bo'ldi, все. Bu bolalar xullas Zikr bo'yicha nomer 1. Ya'ni именно Zikr bo'yicha Triadaga bemalol olib kelishingiz mumkin. Li bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ularni olib kelsanglar bo'ladi. YouTube, proshivkalar, rusifikatsiya, ya'ni rus tilida qilishlar, xitoy tillarini hammasini bolalarga berishyapti. Albatta, manzili Triada avtospada o'rtoqlar. Undan tashqari yana har xil yana mashinalar bor. Mana bunaqasi ham bor. Mi. Mi. Bilasizlar, bu mashina o'sha raketa. Davenasi balandlarga ashyo buni tavsiya qilmaymiz, ya'ni davenasi borlarga sразу uxlatib qo'yasiz yoki narigi dunyoga olib ketadi. Xullas Triadaga kelsanglar, xuddi shunaqa